Mana oqib ketganini ko'ryapsizmi? Mana oqib ketgan. Mana shu 24 million sarflanganmi? Mana qarang. Mana shunaqa uylar. Mana uyimizni ko'ring. Mana ko'rib oling, mana oqib ketgan mashinaga 24 million sarflangan mana. Ko'ryapsizmi? Mana shu 24 million sarflanganmi? Mana ko'rib oling. Hech qanaqa 24 million sarflanmagan bu yerga. Mana shunaqa qilib mana dast ketib mana yorug'ini ko'ryapsizmi? Mana ko'rib oling. Shunaqa qorashuvoq uylarda o'tiraman. Yana hokimiyatda hal qilamiz deydi. Hokimiyatga 3 yildan beri boraman, 2023dan beri. Lekin murojaatlarim mana o'rganilganda pichoq o'rganib chiqilardi. Mana shu uylarim butib narsa bo'lib ketardi. Lekin natija yo'q. Yorug'ini ko'ring, mana. Bir xona uyda o'tiraman. Bir xona qorashuvoq uyda o'tiraman. Na bir oshxonam bor, na bir hammomim bor. Berganda Shuhrat Musayev, Namangan viloyat 3 tumani hokimi Shuhrat Musayev mana shunaqa uy qilib berganlar-da, mana sharoitlarni yaratib berganlar. Ikkinchi guruh nogiron farzandim bor. Mana shunaqa sharoitlarda o'tiraman, mana sharoit yaratib bergan sharoitlarda mana. Bu davlat tomonidan milliard puldan ajratildi deysiz. Bu ajratilgan pullar bizga deyarli yetib kelmaydi mana. Mana qurilishga deysiz, mana nogironi bor, farzandi nogiron. Bunaqalarga ajratilsin, mana qilib bersin qurilishlarni mana. To'g'ri turmush o'rtog'im bor, lekin turmush o'rtog'im aliment qarzdorligi bor. 10 million qarzdorligidan endi 4 million 6 million narsa bo'ldi. 4 million turibdi. Qish bilan to'lash kerak. Qaydan to'laydi? Farzandim boshda bosimi bor, mikrobi bor. Dorilarning o'zi bir qancha hech qanaqa tibbiyotdan menga apparatiga hech qanaqa narsa bermadi, yo mikrobga, to'rchi mikroblarga hech qanaqa tekshiruvlar bepul qilinmagan, yo bitta farzandimga order berilmagan. Mana ko'ryapsizmi? Yana boqaman-da. Hokimiyatga bozor olib, yotib olib narsa olib keladi. Produkt olib yeydi deydi, boqadi deydi. Qani, bir kun olib kelib qo'yibdilarmi? Qani o'sha olib kelgan kunlar? Hali isbotlab bersinlar. Uyimni ko'rgan ekanmi? Shuhrat Musayev 3 tuman hokimi bir kun kelib qo'ymaganlar-ku. Shu uylarimga mana. Mana. Sementini qarang mana, sementi. Indamiti yorilib ketgan mana. Ko'ryapsizmi? Yorilib ketgan. Mana shu uyga 24 million ketganmi mana. Ko'rib oling ko'zingiz bilan mana.